Appam qayna qo'ydigan o'g'aydi o'pkini ig'izda eqib tushgidek ta'mlik ta'm topolmaytimiz deydigan tuqqanlar beyni qarislar. Oldi bilan o'pkini qashirib qanini chiqarib olmiz, ekelaymannikidek qattiqara xamir yo'g'irib bir tilanga suv qilib, uni majag'lab xamir suvi chiqarib olmiz. Men janqomiz ekima xamirni chub. Ishlatganlarim Al-Nuriniki yeshil o'lchamdagi un maylari tuqqanlar yiqqi atrofda do'konlar bor bo'lsa, shu kirib setib olsizlar, bo'lmasa bir qism mallarni do'yin do'konga qilsa qo'ydim. Juma tetib baqsa tetibli qoldim. Aka chuchitib sovutib tayyorlab olgan suv, may, sut, tuxum tayyorlab xamir suylarimizni aralashtirib o'pka qo'yg'ish bilan asta-asta qo'yamiz o'pkaga. Bir yanda qo'ysak, bir yanda yem bilan suyma chiqadi, juma buning bilan karimiz bo'lmag'ay. Ammo bir yasida oppoq suvi chiqsa, o'pkin tishil qayg'ini bu yasiga un bisib chaplab yama qo'yslar bo'ldi, juma. Andi yo'g'inaroq ko'riga suv esib, o'pkimizni sap qayintimiz. Ko'rimiz qancha cho'ng bo'lsa, shuncha yaxshi o'pkimiz laylab amda pishidi uchun. 5-10 minut bir o'z-o'ziga yo'tkab turmiz, juma ko'rimizdagi bir yerlarga chaplish qolmasligi uchun. O'ttirotda 40 minut atrofida qaynasak pishidi va cho'k charchib boqamiz, cho'k g'ayishnim yo'q o'pkamiz pishqini. Mana o'pkalarimiz shundoq payzi pishibdi. Menjanglar va shi o'xshabdi. Ammo hesib menjanglarniki tafsiliy qilish usulini 10-23-kundagi videoda yo'llanib qo'ygan tuqqanlar shunda ko'rib olsa bo'ldi. Tomoqniki qilish usuli asosan o'xshashli bo'ldi. Ham tuqqanlar shu biz azira yerlar o'xshamay qoldi ekan. Aka qo'limizmi ta'm o'xshamaydi deb qo'ymiz emasmi? Albatta apimiz qo'rg'ansa yaqqanniki ta'mi dunyoda billa. Yana tetishqi nasib qilg'ay.